Shunday bo'ladiki, biz borib psixologga uchrashganimizda yoki bo'lmasam o'zimizga yaqin bir insonimiz bilan uchrashganimizda biz qanaqadir ichimizdagi dardimizni aytib boshlaymiz, to'g'rimi? O'sha biz ichimizdagi dardimizni aytganimizda biz turmush o'rtog'imizdan yoki ayolimizdan nolib bir narsalarni tushuntirishga harakat qilamiz. O'sha payt sizni yaqiningiz yoki o'sha psixolog bo'lsa ham sizga nima deydi? Bir o'tirib gaplashib olsalaring bo'lmaydimi degan gapni gapiradi. Siz esa o'sha paytda o'zingizni ichingizga, ongingizga, qalbingizga qanaqa gaplarni gapirasiz? Nima, men u bilan gaplashib olsam biron narsa o'zgaradimi degan gaplarni gapirasiz. Mana shu yerda biz katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Chunki deganda har bir inson bir-biri bilan gaplashib olgandan keyingina bir-birini tushunib yetadi. Biz esa hech qachon gaplashishni istamaymiz, qavog'imizni osib olib, jim qarab turaveramiz. Biz insonlar folchi emas, bir-birimizni ichimizga kirib, ichimizdagi narsani o'qib chiqsak, gaplashib oling.